Biz hozir Muborak tumanidagi bir qishloqqa keldik, to'y marosimidamiz. Endi hamma joyda urf-odatlari bor o'zlarini. Bu tomondan gapirsam, hamma joyda urf-odatlari bor. Bu yerda ham urf-odatlarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Videoni boshidan like bosib, izoh yozib qo'yasizlar. Bu navosti go'shi. Bizda endi ho'kiz deydi, ho'kizni go'shi bor. 150 kilo go'sht pishyapti. Bitta tuyni o'tkiradi mana shu go'sht. Hozir nima bo'lyapti bu yerda? Sarpo kiydiryapti, sarpo. Yo'q bolaga. Bu qayerlarda bor yana bunaqa urf-odat? Sarpo kiydirish qayerda bor yana? Bilmayman, qalliqda bor. Qalada bor. Muborak boshqa joylarda bilmaysizlar. Bordir. Qalay kuyov bola? Xursandmisiz? Yetkazganingga shukr. Bir umr orzu qilgandim, kandachilar bilan bitta mashinada ketishni. Molodez. Rahmat.